Feruza opa, bugungi kunda ko'pchilik stressga, depressiyaga tushadi ish jarayonida. Professional jurnalist, psixolog sifatida qanaqa tavsiyalar bera olasiz o'sha joyda o'zida stressdan, depressiyadan qutulish uchun? Birinchi bo'lib fokusni boshqa narsaga qaratish kerak bo'ladi. 5 ta his tuyg'ularimiz bor bizni. Qarab 5 ta rangni sanashimiz kerak. Здесь и сейчас yashab olishimiz kerak. Hozir his qilib o'sha stressdan fokusni boshqa narsaga olamiz. 5 ta rang. Misol uchun hozir bo'libdi oq, yashil, qizil, qora, ko'k rang. 5 ta rangni sanadim. Zazemlение bo'ldi. Ozgina diqqatim olindi stressdan. Qanaqa tovush kelyapti? Bitta posudomoykada idish bo'lyapti. Ko'chada mashinalarning ovozi kelyapti. Kimdir tiqir-tiqir qilib yuryapti. Boshqa tovushlarni eshityapmiz. Keyin teginni ko'rish. Mana misol uchun g'adir butun ekan. G'adir butun. Eshitdi, ko'rdi, tegindi edi. Buni nimani yeb ko'rishingiz mumkin. Agar nimadir bo'layotgan bo'lsa, yeb ko'rib uni ta'mi qanaqa. Fokus olingandan keyin o'sha stressga qaytib borsangiz, o'sha ancha tinchlanib qolgan bo'lasiz. Chunki bundan siz o'zingizni e'tiboringizni olasiz. Keyin chuqur-chuqur nafas olish. Burningizdan nafas olish. Chiqarib 1 daqiqa davomida nafas olib, faqat e'tibor nafasga qaratilsa, bu nimaga ham diqqatni jamlash kerak yordam. Два в одном deydimi? Shuning uchun tavsiya qilaman mana shunaqa narsalarni qilib beringlar. Kim stressga, depressiyaga tushadigan tanishlaringiz bo'lsa, ushbu videoni yuborib qo'ying.